Samarqandda quduq qazdirib, kolsa tashlash necha pulga tushadi? Mana sizga hozir quduq qaziyotgan jarayonni obzor qilib beramiz. Ustobo hormang, charchamayapsizlarmi? Ustobo bu quduqni necha puldan, necha metrgacha quduqning razmeri qanaqa bo'lyapti? Shu haqida ozgina bizga ma'lumot bersangiz, bizning klientlarimiz bemalol sizga keyin murojaat qilishi mumkin. Ishlaringiz yaxshi ekan, men mana ko'rdim. 1 soat bo'ldi kelganlaringizda shuncha 3 metrdan pastga tushib ketdilaringiz. Ishni mustahkamligi, tezligi bizga birinchi o'rinda. Biz ham odamlarga shuni tavsiya qilamiz. Ustobo, nech puldan bu narx-navosi haqida ozgina ma'lumot bersangiz bizga. Samarqand masalan hozir tuproq yerlariga bo'layotgan bo'lsa, kalozimiz balandligi olmish, diametri 90 razmerda bo'ladi. Tuproq yerlar kam 10 ta bo'layotgan bo'lsa agar, dastlabki o'smir kavlashi bilan ichida bo'ladi. Narxlari endi kelishgan holatda bo'ladi-ku. Joyiga qarab, masalan 190 ming, 200 mingdan bo'ladi donasi. Xo'p. Razmerga qarab yana. Endi hozir 10 tasi 6 metr bo'ladi. Eng kam nimasi soni, eng kam minimalni soni 10 ta. 10 tadan kam joylarga ham tashlab berasiz, narx kelishilgan holatda. Kelishgan holatda bo'ladi narxi. 10 tadan chuqurgacha ham kovlayverasiz. Kelishgan holatda undan chuqur joyiga qarab, suv chiqmasligiga qarab, qumligiga qarab, toshligiga qarab kovlab berasiz. Samarqand viloyati bo'yicha. Samarqand viloyati bo'yicha. Joyining umuman farqi yo'q. Dastlabkasi ichida bo'ladi. Biz hozir klientlarimizga tavsiya qilamiz, ertaga qilib bera olmay qolsangiz biz uy olib qolamiz klientlarimizni. Unisiga xudo olsa nasib yaxshi bo'ladi inshaalloh. Bo'ldi. Unda sizning nomeringizni yozib qo'yamiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilasiz. Mana 3 kishi bo'lib kelib, o'sha mana 1 soatda chiqarib, o'zlari olib borib, narxini kelishasiz, ishini kelishasiz, o'zlari hammasini qilib beradi. Nasib bo'lsa, kolsa tashlayotgan videosini ham qo'yamiz. Xudo olsa nasib inshaalloh.